Bugun sizlar bilan ham nonushtaga, ham saharlik va iftorlikka tez tayyor bo'ladigan mazali taom tayyorlashni o'rganamiz. Bu uchun bizga kerak piyoz shunaqa mayda to'g'rab olib, kuydirmasdan pishirib olamiz. Undan so'ng ismaloqni mayda to'g'rab, ozgina tuz sepib qo'yamiz. Suvini chiqarib, so'ng tavaga solib, piyoz bilan birga qovurib olamiz. Men orada charvi ham soldim. Ta'mini yaxshi qilishi uchun. Massamiz tayyor bo'lgandan so'ng xamirini tayyorlab olamiz. Suyuqqina bilinchiqni xamiriday suyuqlik tayyorlaymiz. Bu uchun suv, un, tuz va ozgina yog' kerak bo'ladi. Tayyor massamizni tavada solib pishirishni boshlaymiz. Ammo menda 3 marta o'xshamadi. Taslim bo'lish yo'q. Massamizni bir tomonini pishirib olganimizdan so'ng o'girib, ikkinchi tomonini pishirib turgunimizcha teng yarmiga ismaloqli massamizni solamiz. So'ng mana shunday buklab, ikki tomoniga yog' surtib, qizartirib pishirib olamiz. Juda tez bo'ladi. Birinchi martaga albatta ozgina qiynaladi, ammo tayyorlab ko'rgandan so'ng juda mazasi ham juda yaxshi. Tayyorlab ko'ringlar, baho beringlar. Like, podpiska, komment, istoriya kutib qolaman.